Hozir yana bitta vizitga keldik. Bu 500 talik titan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, devorlar orasiga tiqilgan, ikkiga tegi ham kirgan ekan. Bu hozir garelkasi yoqib turibdi, lekin bu yerda hozir tegidan teshilgan, utechkasi bor. Bunaqa titanlarni hech qachon yema bo'lmaydi. Uje tegi nakib to'lib chirigan bo'ladi. Buni olib tashlab turib, yo yangisini qo'yish kerak, yo bo'lmasa o'zini chiqarib turib restavratsiya qilish kerak. Misol sizlar so'raysizlar-ku, ustanovka necha pul bo'lyapti? Ustanovkasi 1 million 200 ming so'm bo'lyapti bizada. Mana bunaqa devorlar ichiga tiqilgan bo'lsa, bunga perforator xizmati qo'shiladi, u do'govoriga qarab bo'ladi. Chunki beton har xil bo'ladi. Bizib olish qiyin joylar bor, oson joylar bor, shunga qarab turib gaplashiladi. Lekin bu 500 talik titan juda og'ir. Buni mana bunaqa uy ichida bo'lsa, ayniqsa buni ko'tarib olib chiqish juda azob bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha buni katenlikni o'ziga joylashtiringlar, titanlarni, ya'ni bollerlarni devorlar orasida emasda, alohida o'zi bir joy qilib qo'yib ketilsa, shunda ishinglar oson bitadi. Hozir bu kafel necha yil oldin qilingan, endi buni biz bilmaymiz. Lekin endi bunaqa kafelni topish juda qiyin. Birga bir kopiyasini o'sha o'zgarib ketadi, boshqa kafel qo'yishga to'g'ri keladi. Shuning uchun iloji boricha shunaqa devorlar orasiga tiqmanglar.